Hannona, ya'ni yig'loqi bo'taloq ustuni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mihroblarini yonginasida joylashgan bu ustun o'rnida oldin xurmo daraxtini ustuni bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalom ana shu xurmo daraxtining tanasiga suyanib sahobalarga xutba qilar va hamda ushbu ustunning yonida namoz o'qirdilar. Kunlardan bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalomga bir minbar yasab berildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu minbarning ustiga chiqib xutba qilishni boshlaganlarida bu ustundan yig'i ovozi eshitildi. Xuddiki go'dakning yig'isi singari. Payg'ambarimiz alayhissalom kelib bu ustunni qo'llari bilan siladilar va aytdilarki, agar men bu ustunni silamaganimda edi, qiyomatgacha yig'lardi. Bu ustunning yig'lashiga sabab uning yonida Allohni zikr qilinar edi. Endi uning yonida Allohni zikr qilinmagani uchun bu yig'ladi dedilar. Bu ustunning ikkinchi nomi muhallato, ya'ni atirlangan degan ma'noda ham keladi. Atirlangan ustun ham deyiladi. Ravza-i Sharifga kirish nasib etsa, ana shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak mihrobi shariflarini yonida joylashgan ustunni ko'rib, ushbu rivoyatda bu hodisani esga olishingiz mumkin.